Assalomu alaykum akalar, sizlar YouTube'dagi Ahmadjon Uz kanalini tomosha qilyapsizlar. Akalar, kanalni birinchi ko'rayotgan bo'lsangiz, kanalimiz Kaptar kanali, Kaptar yo'nalishi. Obuna bo'lib qo'yinglar. Bu Telegram kanalimiz, bunga ham o'tib qo'yinglar. Akalar, bu yerda 9 ta kaptar bor. Bu kaptarlarga keyin qaytamiz. Hozir Vash to'g'ridan aragan shu qara bir hafta bo'lib qoldi-da. Sheril akamiz 5 ta kaptarni tashagandim. Kaptarlar Andijon zotlarida, 3 ekan kaptarlarida. 400 mingdan tashalgandik. Yo'las 2 million narx qo'yilgandi. Demak, akamiz 400 mingdan bundan zo'rlari bor debdi. Uchqo'rg'onda, lekin shu akalar ham menga tashagani 400 mingdan deb tashamaydi-da. Misol bu akani, iminni. Boshqa misol Telegramda ham chatiga yozishadi, ko'raman. O'zi olarmikan shu narxdan, shunaqa degan gap so'zlar ko'p bo'ladi. Endi qimmat bo'lsa, mayli, qimmat ekan deb qo'yinglar, bozorini bersin deb qo'yinglar, tamom. Undan ko'ra yaxshi gaplar yozib qo'yinglar. Albatta, men ham qo'shdim-da, barakatini bersin deb qo'yinglar, ko'z tegmasin deb yozib qo'yinglar. Yaxshi yozsalar yaxshi-da. Yo'q, naryoq turgan moda. Keyin bu kaptarlar 3 tasi 1 million 200 mingga sotildi. Kerak bo'lsa u kaptar misol uchun uchirib tursa, yaxshi qilib tursa, bittasi 1 millionlik kaptar bo'lishi ham mumkin. Undan ham oshiq bo'lishi mumkin. Men endi o'rtacha narxini aytyapman. Sababi kaptarlarning kelajagi bor, yaxshi kaptarlar. O'shaning uchun shunaqa deyapman. Lekin ba'zi kaptarlar bor. Misol kichkina bo'ladi, u shunday qoladi u kaptarlar. Katta bo'lsa ham misol kichkina bo'lib qoladi. Mana shu kaptarlar ham 9 ta ekan, 4 million 200 mingga sotilibdi. Buni Telegram kanalida sotishibdi, Telegramda sotishibdi. Hali YouTube'ga tashlamagandim. Bugun tashlamoqchi edim. Shu aka sotildi dedi. Keyin mayli sizlarga endi yangilik bo'lsin deb sotilganini ham tashlayapman. 4 million 200 ming so'mga sotilibdi. Endi bular ham yaxshi kaptarlar. Keyin shu kuni Sheril akamnikini tashladik. Nomerini olib hozir ham nomerini so'rab yozishyapti kommentariyaga. Keyin Elyor akam kaptarlarni tashladik. Jo'nalar chiqqan ekan. Siziladi, agar ko'rgan bo'lsanglar. Ularni ham misol videoning sirkalarini kommentariyaga yozib qo'yaman, tashab qo'yaman, o'sha yerdan o'tib ko'raverasizlar, ko'rmaganlar bo'lsa, lekin juda ko'pchilik odam ko'rdi menimcha. Lekin CZ jo'nalari, bitta CZ jo'na, ikkita sochi ham bor edi. Yaxshi uchib o'yinchi kaptarlar edi. Ota-onasi shunaqa o'yinchi kaptar. Uni 650 mingga sotdim dedi Elyor akam, 3 tasini. Shunaqa akalar. Shunaqa sotuvlar bo'lyapti. Hozir kaptar baqish ham oson emas, baribir. Unga mana moda. Nima demoqchi bo'lganim, endi buni ham don suv bor o'ziga yarasha. Endi barakasini bersin avvalo. Sizlar ham obunachilar ham zo'rlarini baqsin. Soniga emas, sifatiga e'tibor beringlar ko'proq. Endi sal mundayroq bo'lsa ham qattiq o'chib o'ynasa ekan, baqsa bo'laveradi. Lekin o'rtacha bo'lib, yo uchmasa, yo zotga tortmasa, unda bo'lmaydi ular. Endi xashakroq bo'lsa, prosta kilo ishsini yaqinda bitta akamiz yozib qo'yibdi, 5-sort. O'shtaqa 5-sort bo'lsin, uchib o'ynasin, o'yinchi bo'lsin. O'ynaganda ham tepada o'ynaganda to'g'ridan aragan shu qara ba'zi kaptarlar bor, o'ynaydi, ovoz chiqmaydi. Havodan taga kelib o'ynaydi, ovoz chiqmaydi. Mana Elyor akamdek sizi o'ynaydi. Kaptarlar vobshe go'zallar. Ashi ovoz eshitiladi, qattiq o'ynaydi. Videosini ham qo'yib qo'yaman. U Saidjon akaning uyda o'ynagani ham uni sizini otasi ham o'ynagandan qasrat beradi, o'ynaganda vashcha ovozi udar chiqadi. Eshitib maza qilasiz, o'ynagan tomosha qilib maza qilasiz. Agar unaqa 2-3 ta o'ynab qolsa, teng kaptar vashcha bo'lib ketadi. Demoqchi bo'lganim, qimmat endi. Bozorda arzon bo'ladi, to'g'ri, bozorda arzon. Lekin bunaqa yaxshi kaptarlar kam chiqib bozorga sotiladi. Lekin hozir bozor vashcha qimmat, lekin Asaka bozorini ko'ringlar. Anaqa Sanjar akam
videoga olyapti. Lider UZB qilib turib 786 qilib kanal nomi. O'sha akamiz olyapti. Kaptallar 500 ming, 1 million deyapti narxlarini. Misol 50 ming, 60 mingga bor haligi oddiy hashakilar bor, lekin sal xullas sifatligini olaman desanglar shunaqa bo'lyapti. Endi u ham sifatli bo'lib, darajada sifatli emas ular ham.